Hammaga assalomu alaykum. Elyorjon kanalining hurmatli obunachilari. 3-iyun kungi seshanba. Qirg'iziston Respublikasi Jalolobod oblasining Oqbatan mol bozoriga keldim. Mana ikkinchi videoni boshladim. Yosh stendilardan boshlab maydalardan katta buqalarga chiqamiz. Xunajinchalardan boshladik. Qanchadan ekan aka bu? Assalomu alaykum. 35 dan kam bor. 35 mingdan kami bor mana. 90 ga bormagan 85 atrofida bu xunajinchalar. Mayda. 1000 so'm puli 148 mingga to'g'ri keladi. 35 dan 148 ga ko'paytirsangiz chiqadi. Granitsa ochilgani yo'q. Men prosta sizlar uchun video qilgani keldim. Ko'pchilik telefon qilib so'ragani uchun video qilgani keldim. Sistemni bu qancha deyapsiz aka buni? Bo'lish 30. Bo'lish 30 ming. Mana 30 ming. 1,5 million, 4,5 million. 4,5 million bo'lish. Mana yosh ko'char xunajinlar. 38 mingdan 95 birga borib deydigan 95 atrofida xunajinlar. 38 mingdan kami bor edi. Buni 35 dan dedi. Buni 35 dan. Bunisini 38, bunisini 35 deyapti. Kami bor ozgina. 1000 so'm, 1,5 ming so'm kami bor. Bu qani qarang. Sistemda buqa savdo bo'lyapti. Qancha so'radilaring? 74. Elyorjonuz 74 ming savdosi bo'lyapti. Rahmat aka. Qanjonlar sog' bo'lsin. O'zim obunachiman aka ham mana 74 ming savdo bo'lyapti. 1,10 ga yaqin. 1,10 atrofida buqa. Xon. Mana 74 ming savdo bo'lyapti. Ya qo'li polvon. Dehqonni moliga. Bozorga kirgan xunajin bozorida yashyapti. Dehqon. Tirikchilikka so'rashyapti. Tonini qarang, chiroyliligini. Xunajin. Xunajinda mana savdosi bo'lyapti. 41 ming. Bilmadim, sizlar bilasizlar endi. O'zbekiston ochiq, Qirg'izistonbek. Ochib beringlar. 41 ming shu xunajin savdo bo'lyapti. Onun chiroyliligini qarang. 174 da turibdi, oshgani yo'q. Qancha deyapsiz aka buni? 45 ming kami bor. Xunajin mana 1 metr. Bo'yi 1 metrga bo'lgan xunajin. Bunisi birdan oshaveradi. 45 ming kami bor. Chiroyli xunajin. 75 ga chiqdi narxi. Ronaldo ekan, 7 raqami bor ekan. Ronaldo ekanda bu 7si bor ekan. 40 mingdan kami bor. Ikkitasi 1 metr, bittasi 90. Cho'g'ini 40 mingdan kami bor. Savdo bo'ldimi bular? Qaysi savdo bo'ldi? 35 berdi-da. 35 ming berdi, shunisiga berilgani yo'q. 35 mingga berilmadi. Savdo bo'lyapti. 1,5 plus 1,10 ga yaqin. 1,10 chiqmaydi-yu, 1,5 dan balandroq bo'lgan xunajinlar. Savdosi bilan. Qanchadan berdingiz aka bularga? Ikkoviga 100 ming. 100 ming beryapti, 50 mingdan. Savdosi bo'lyapti, mana berilmayapti. Bittasi oq, bittasi shvedton. Shkalatsiya. Shu buqachani qarang, 60 ming kami bor. Asosiga to'ygan sistemda 2 oylik bo'lmagan to'y. Qancha so'rashdi do'st buni? 56 mingga berilmoqda. 81 ming. Bermayapti, savdo bo'lyapti. Mana xunajin. Qochmagan yosh xunajin ekan. Bilaversizmi? O'zbekiston. 73 mingga bordi, berilmadi. Bo'yi 1,20 dan balandroq. 1,20 atrofida
120 plus. Buqalarga o'tdik. Mana bo'yi 1.5 plus 1.10 atrofidagi buqalar. Bu to'rovi qanchadan aka? Qanchadan bular? 70 dan? 70 mingdan kami bor. Mana buqalar. Qanchadan so'rashdi aka? 66? 66 mingdan so'rabdi. Ming so'm bo'lib 148 ming bo'lyapti. 66 ni 148 ga ko'paytirsangiz chiqadi puli tushunmaganlar uchun. Yani 66 mingdan berilmagan, 1.10 ga yaqin, 1.10 atrofidagi buqalar. Mana bitta katta, bitta kichkina dehqonniki bir xil tamg'ada 120 ming beryapti, bermayapti. Bittasi 1 metrdan oshiq, 1.5 atrofida, bittasi 1.20 dan baland. Ozg'in dalada yurgan. Savdogarlar 120 ming savdo qilyapti, bermayapti. Men so'm talashyapti, 69 qilyapti. Egasi 70 bo'lsa ol, bo'lmasa yo'q dedi. Ko'qlog'ida tamg'asi bor. Yaylovda yurgan, ko'kotda yurgan, yem ko'rmagan. Bo'yi 1.10 plus. Sotildi 70 ga. Ketdi 70 ga sotildi. Qanchaga bordi aka? Assalomu alaykum. 62. 1 metrdan oshiqroq. 1.5 ga yaqin, 62 ming berilgani yo'q. To'ni o'sha chiqqan teri. 80 ming kami bor. 70 ming savdo bo'lgan, berilgani yo'q. 1.10. Mana chiroyli narsa ekan shu. 1000 so'm tushib beraman. Oqish shvedlardan. Polvon ekan, baqalari ham. Assalomu alaykum aka. Qanchaga bordi buqa? Qanchaga? 70 kami bor. So'ragani qancha bo'ldi? 60 ming so'rabdi, berilgani yo'q. 1.10 atrofidagi buqa. Mana chitqirroq joyda. Mana bolalar ikkovi ham bor. 61-65 gacha savdosi bo'lgan. 70 mingdan kami bor. 1.5 plus 1.10 atrofidagi buqalar. Mana orqalarni qarang, jonivor. Yemlangan buqani orqasiga o'xshaydi. 56,5 sotildi mana. 1 metrlik buqacha. Nima bo'ldi? Ayash. 56,5 sifat chiroyli. Ha. 61dan 65 gacha savdo bo'lganlar. Bo'y 1.10 gacha, 1.5, 1.10 atrofidagi 1.10, 1.5 atrofidagi buqachalar mana 61, 62, 64, 65 bo'lgan. 70 dan kami bor deyapti. Mana oyoqlari ham polvonlar. Chiroyli buqalar ekan. To'qol varianti bor ekan. Aka bu muz yo'q qancha ekan? 75 ga berilmabdi to'qol. Bo'yi 1.5 oshiq, 1.10 ga yaqin. Ammalari talg'irda qarang jonivor. Polvon ekan, egasi yo'q. Papamiz olsa egasi. 80 ming kami bor, 75 ming so'rabdi, shuni berilmabdi. Tagi talg'ir. Shoxi yo'q, uni qarang sifatini. Zo'r narsa. Qancha bu? 70? Qancha so'rashdi buni? 68 ming so'rayapti. 70 ming kami bor. Bo'yi 1.10. Qarang sifatini. Degiroq ekan. Qancha bo'pti bu? Aytmadi. Savdogar ekan. 86 ga bermayapti. Semizligini qarang, o'zi kichkina. Yo'q, turaver sen. 68 mingdan savdosi bo'lyapti. 1.15 lik buqalar mana. Ikkita. 1.15 atrofidagi buqalar.
Qasinga ichkari qaydi. Bular qanchadan aka? 90 mingdan kami bor. Biri 15 plyus. Biri 20 ga yaqin. Bozor so'radim aka bular. Qanchadan so'radi? 82 mingdan so'radi. 82 mingdan so'ralgan, berilmagan. Kun tushib qolyapti, tag'iga o'tsam, baqolsam buqalar to'sib qolyapti. 82 ni 148 ga ko'paytirsangiz necha pulligiga chiqadi? Sifati zo'r. Qaysi baraka bo'ldi? Ikkitasi 154,5 bo'ldi. Mana bittasi ikkinchisini sudrab ketdi. 30 dan kam yo'q. Qancha deyapsiz aka buni? Qancha so'rashdi? 95 ming so'rabdi. Berilgani yo'q. Buni qarang, sifat 15. Oyoqlarigacha bo'lgan ekan. Mana orqalarida. Boqmalar, boqilganlar, sifatni qarang, bo'ylari, mana bo'yi 135 plyus. Jonivorlar. Ana Qirg'izistonning buqalari qana katta bo'ladi deganlar. Mana jonivorni qarang, shoqoq. Egasini topamiz o'zashin. Bu sizdanmi aka? O'zi yo'q. Egasini topmay oldi. Egasi yo'qmi? Jonivorni qarang. Ko'z tegmasin, mashalloh. Ayollar qarang. Qo'ymonida ham katta narsa. Ikkovini ham egasi yo'qmi? Jonivor. Qarang. Qonni ham yo'q. Otga o'xshab ketibdi bu o'zi. Oldidan ko'rsatay. Qarang. Yo'q, oldi buni. Endi bu ko'rinadi. Живой весida bitta mo'ljallashyapti, bilmayman. 750 tepasida 750 plus minus deyapti-yu. Endi men o'zimning nimam emas bu, bozordagilar deyapti. Eshitganman. Olindi o'sha. Yo'q. Egasini topolmayapmiz buni. Qancha ol aka? 400 ming kami bor degan. 250 ming so'rabdi, berilmabdi. 250 mingga berilmabdi. 400 ming kami bor deyotgan. Keldi egasi u. Jonivor. Muhammadsan bu qo'ygan. Tomosha qilib, mazza qilib boqadigan. Qaysi 180 ming so'ra bo'lyapti-kan, yelkan o'sgan. Berilmayapti. 180 ming. Semiz ashimiz. Buni oldingizmi aka? Puli qancha bo'ldi? 148 ming so'm. 5ovi ko'k kraskalarmi? 5 tasi 148 mingdan sotilibdi. Ha, bo'ylari 125, atrofida semiz buqalar. Qanday? Bunlargacha chiqdi. Giranisa ochiq bas, giranisa bek. Yana video orasida gapirib ketadi. 1000 so'm puli 148 mingga to'g'ri kelyapti. Ana bu qo'lar. O'sha kecha semiz buqalar. Semiz rosa ko'paydi, kun isishni boshladi. Qanchaga bordi aka bu? 118 ga. 118 mingga bordi, berilgani yo'q. Mana bo'yi 125 ga yaqin, 120 dan balandroq. Ola go'sht. Boqadigan, boqma, tezda tayyor bo'ladigan buqa. Mana boqma buqa 125 ming. Ozgina kami bor. Bo'yi 125. Puli ham 125. Semizlarni narxlarini hammasini bilolmasam ham ko'rsataman sizlarga. Mana boqma, boqiladigan aralash. Jonivorlar. Sifat qarang. Terib tashlagan. Mana 120 mingdan 180 minggacha bo'lgan buqalar.
Olindimi aka bu? Qancha oldi? Qancha? Qanchadan? Olinibdi sheriklari bilan to'g'risini bilmayman. Yana 450 kiloli ota. Liboy svetidan bor. Oqi, ko'ki, qorasi, shveti, qizili hamma svetdan bor. Qancha bo'ldi aka shu? 110? 110 ming olinibdi. 110 mingga olinibdi. Orqasini qarang. Aka 155 ming kami bor. Ana toza shvedlar. Aka bu olindimi? Qancha deyapsizlar? 200 ming kami bor ekan shuni. 200 ming kami bor ekan. Olaverishlar. Ana 200 ming kami bor deyapti. 285 ming 100. Mana shu ikkita qizili bilan mana shu hisobli olishdi. Bo'yi 120 dan oshiqroq. Dash boqsa ham bo'ladi, so'ysa ham bo'ladi. Pichoqqa ham beradi. Qarang ketgan. Mana shu o'zida 100 ta semiz buqa kelgan. Oxirigacha. Sırlar. Bakalım. Ko'rma bor, yema yo'q. Kelib videoda qilib ko'rib ko'zim kuyib ketaveraman. Sizlar ham shu uyda yonboshlab o'tirib mazza qilib ko'rasizlar. O'tib olishda hozir ilojisi yo'q. Granitsa ochilsa, xudo xolasa. Qachon ochilishini bilmaymiz. Kelib terib olib ketamiz. Ko'pchilik kelaman dedi. Qancha bo'ldi aka bu? 114.200. 114.200. Bo'yi 120. Ana bu. Bu qarasa boqadi. O'xta qancha bo'ldi do'st? Salom. Qancha deyapsizlar buni? Qancha deyapsizlar? Bilmem qancha deyapsiz. 123 ga berilmoqchi. Bo'yi 120 dan oshiqroq bo'lgan bu. 130 ming kami bor edi. Chiroyli. Sifatlari, oyoqlari. Ama chiqib kelganlarini ketadi. Adam uyuruyor. Shu ko'k qancha bo'ldi aka? Siz ham qo'y dedim. Ha? Yo'q, siz totmayman aka. 400 ming bo'ldi. 4tasi mana, 2tasi. Mana 2ta. Qasa boqadigan qo'ylar. Oktyabrga tayyor qilsa bo'ladi shular. Bo'ylar 120 dan. 100 mingdan bo'ldi. Jonivor charchab yotishini qarang. Hammani topganiga Alloh baraka bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosishdan chiqmasin.